Feruza Normatova afsusda ekanligi haqida gapirdi. Assalomu alaykum. Kanalimizni birinchi bor ko'rib turgan bo'lsangiz, obuna bo'lishni va shou biznes yangiliklarini biz bilan birgalikda kuzatishni unutmang. Xabaringiz bor, aktrisa Feruza Normatova joriy yilning 15-oktyabr kuni turmushga chiqqan edi. To'ydan keyin nimadan afsusda ekanligi haqida ochiq gapirdi. Shu o'rinda Feruza Normatova haqida qisqacha ma'lumot. Feruza Normatova 1989-yili 27-sentyabrda Sirdaryo viloyatining Baxt shahrida tug'ilgan. Aktrisa 2011-yildan boshlab 70 dan ortiq kliplarda, seriallarda va filmlarda rol ijro etgan. 2017-yilda O'zbekiston belgisi ko'krak nishoni bilan taqdirlangan. 2025-yil 15-oktyabr kuni xorazmlik MMA jangchisi Olloyor Abdushukurov bilan turmush qurgan. Feruza Normatovaning Instagram sahifasida 2 milliondan ortiq obunachilari bor. Aktrisa Million jamoasidagi ishtiroki omadli kelgan. Mendirman Jaloliddin tarixiy serialidagi rol syomkalaridan bo'shay olmay qolganligi tufayli jamoadan ketganligini bildirgan. Aktrisa muxlislari tomonidan berilgan shu paytgacha qaysi o'ynagan rolingizdan afsuslanasiz savoliga javob berar ekan, u Million konsert dasturidagi sud zalidagi obrazini keltirdi. Feruza Normatova shu paytgacha rollaridan eng kam yoqqani aynan Milliondagi sud zalidagi roli ekanligini ochiq aytdi. Aktrisa Xorazm yoki Nukusda o'tkazilgan konsertlardan birida shu rolimni o'ynagach, Alloh o'zingga shukr, shu roldan qutuldim deganini ta'kidladi. Feruza Normatova bu rolining unga umuman yoqmagani, lekin o'zi uchun foydali tajriba bo'lganini ta'kidladi.